Bugun 29-mart 2025-yil. Har hafta video yuklayotgan edik, faqat o'tgan hafta video yuklolmadik. Bu bitta sababi sal vaqtim yetmay qoldi. Ikkinchi sababi esa siz tomoshabinlar oldida sal xijolat bo'lganligim tufayli. Chunki bulg'or qalampirlarimiz ahvoli borgan sari ayanchli holatga kelyapti. Sizlar esa juda ko'p maslahatlar berdingiz. Bunday qil, bunday qil deb. Ayni vaqtda ekinimizga juda ko'pgina tarafdan hujum bo'layotganligi uchun to'g'risi unaqa hafsalam ham bo'lmayapti. Ortiqcha urinishga sizlarning aytganlaringizni ham shu qila olmadim va shu aytganlaringizni qilmadim deyishga ham odam yuzi bormay o'tgan hafta. To'g'risi video joylagim ham kelmadi. Qanchalik xijolat bo'lmayin, baribir video joylash kerak. Sal orasini uzatib bo'lsa ham, hamda obunachilarimiz ham nega videolar yo'q deb so'rab boshlashyapti. Tushunaman, bizga achinib, kuyinib, kimdir jahli chiqib, aytganini qilmading boshqa deganlar bo'lar yoki deyotgandir. To'g'ri qabul qilasiz. Baribir hali bir tarafdan virus hujumi, ikkinchi tarafdan hali unshudring hujum bo'lganligi uchun qaysi biriga qarshi kurashishni bilmay, ya'ni bittasiga kurashsang, ikkinchisi hujum qilib yeb borayotganligi baribir bularga qarshi biz bas kela olmas ekanmiz degan fikrni tobora kuchaytiryapti aqlimda va ekinni shu iloji boricha ortiqcha urinishsiz o'z holatiga tashlash kerak degan yondashuv yengyapti meni. Endi kelaylik bir boshidan. Oldingi hafta unshudringga qarshi 15 ml suyuq hali tarkibida mis bo'lgan dorini sepib chiqdim. Ya'ni toza misli dori, hech qanaqangi bir qisman mis, qisman boshqa narsalari bor emas. Mis o'sha mog'orga qarshi sepdim. O'g'it sifatida tonnasiga 1,5 kilo qilib 8-16-40 degan nima hosilni tezroq yetishtirib beradigan o'g'itdan berdim. Qo'shimcha ravishda 50 g mikroelementlar, 50 g yantar kislotasi va 1-2 kun o'tib virusga qarshi avavir sepdik. Nega faqat avavir sepyapsan desangiz, boshida sal to'xtatganday bo'luvdi. O'shaning uchun hamda shu boshida olib qo'ygandik, uyda borligi uchun sepdik. Bundan keyin hech narsa sepilmadi, men ham ishda edim. Bugun o'sha mog'orga qarshi yana boyagi misli dorini sepaman. Demak, qarang. Mana bu bir tomondan virus bujmaytiryapti, sekin kuchayyapti. Boshqa balki biz sepayotgan dorilarimiz ozgina avjini to'xtatayotgandir, biroq ayniqsa mana bu issiqxonamizda sekin-sekin baribir kengayib ketyapti. Qizig'i, bu virus bulg'or qalampiriga teginyapti-yu, pomidorlarga zarar bermayapti. Ya'ni bu o'sha bulg'or qalampirlariga ko'proq xos virusmi deb o'ylayapman. Shu yegulikka deb ekilgan pomidorlarimiz o'zlarini yaxshi his qilyapti. O'tgan yili yozda pomidorlarimiz virusga chalinganda yulib tashlab o'rniga ekkanimizda, o'sha o'rniga ekilgan joydan keyingilari ham biroz turib virus bo'lib qoluvdi. Bu yil ham shunaqa holat bo'lmasmikan dedim. Yo'q, pomidorda bu hol kuzatilmayapti ayni paytda. Videolarimiz ostidagi izohlarda ham nima virusga qarshi juda ko'pgina har xil yondashuvlar, takliflar bor, murakkab kombinatsiyalisi ham boshqasi bor. Endi sizlarning aytganlaringizni qilib unga kurashaylik desak, hozir ayni paytda virusdan ham juda jiddiy tus olgan bizni mog'or, ya'ni unshudring qiynayapti. Yuqorida aytgandek, mog'orga qarshi misli dori sepdik suyug'idan. Aytgancha mis kuparosi bor. Uni bargdan sepib bo'lmas ekan, aytishlaricha, uni ildizdan bergan yaxshi, bargdan o'zlashtirmaydi deb aytishdi. Maxsus o'sha suyuqlardan sepsangiz, ular ta'sir qilishi mumkin, so'rilishi mumkin ekan. Mis kuparosi so'rilmaydi deb aytishdi. Shu sababdan mis kuparosini sepmadim. Nima bo'ldi? Mana sepgandan keyin qarang, orqasi qorayib qolgan. Ta'sir qilgandek bo'ldi. Ertasi kuni hattoki sepgandan keyin ko'rganda orqa tarafi qorayib qolganini ko'rib, "Sen kuydiribdi, ta'sir qilibdi" dedim. Faqat xabaringiz bor, oxirgi 5 kunmi qanday bulutli havo bo'lib, yomg'ir 3 kun tinmasdan quydi. Endi bugundan menimcha tindi. Havo ham salqin bo'lganligi uchun derazalar shu 3 kunlar aniq yopiq turdi. Bu ham masalani jiddiylashtirib yubordi. Ya'ni o'sha mog'orni
yana kuchayishiga hissasini qo'shyapti bilishimcha. Hozir ertalabki soat shu 9 hali bo'lmadi. Ichi issiqxona ichi salqinroq bo'lgani uchun ochmadik. Shu yarim soatlarda derazalarni ochamiz. Natijada nima bo'ldi? Oldingi safar sal hali mog'ora bo'lganlarni biroz kuydirib boshlaganday bo'ldi. Misli dorimiz. Faqat bu safar hali endi ilgari kasal bo'lmagan barglarga mana mog'or tushib boshlagan. Qarang, mana buni juda avji olib ketgan. Natijada barglar sarg'ayib to'kilib ketyapti. Qarang, mana sarg'ayib to'kilib ketyapti-da. Ekin quyoshdan oziqasini ola olmagani uchun umuman ekinni asosiy kuchi shu barg orqali keladi. Shu quyosh nurini singdirib, mevani yetishtirish, boshqasi da oziqalarni o'zlashtirishda, ayniqsa bargdan. Barg asosiy omil hisoblanadi. Endi barglar sarg'ayib to'kilib ketyapti, natijada stress bo'lib, mevalar ham bor mevalar to'kilib, hosildorlik juda keskin ravishda tushib ketyapti. Mana shu ko'chatlar misolida ham ko'rishingiz mumkin. Qarang, meva yo'q. Yo'q meva. Stressdan to'kib yuborgan bor mevalarni. Xullas, men to'g'ri anglagan bo'lsam, mog'or bitta boshladimi, juda avjini qattiq olar ekan. Ya'ni uni butkul yo'qotish ancha mushkul masala ekan. Biz buni boshida to'xtata olmadik. Ilgari hech bunaqa bo'lmagan. Bahor paytida odatda bu mog'or tushishi kuzni kasali hisoblanadi. Shu koshki shuni bilsaydik, oldindan bir ishlov berib, boshlanishini to'xtatardik. Bilmaganligimiz uchun endi biz bilgan paytida biroz masala jiddiy bo'ldi va Quadris, Topaz singari dorilarni sepuvdik, tavsiya ham qilishuvdi kimlardir. Hatto agrodo'konda ham mana shu dori aka aniq to'xtatadi, men septirdim, to'xtatdi degan uchun ishonib oldim, to'g'risi. Qisman qandaydir ta'sir qilganday bo'ldi, lekin u ham to'xtata olmadi. O'tgan haftadagi shu misli dorimiz ko'proq ta'sir qilganday bo'lyapti-yu, biroq nima 4-5 kunlik bulut havo, yomg'irli havo o'shani nima qildi? Endi ta'sirini ancha yuvordi desak ham bo'ladi. Va ayni paytda hali yaraga tuz sepishdek holat bo'lyapti. Biz qancha urinmaylik, baribir hali dori ta'sir qilganda havo shartlari o'zgarib, boshqa bo'lib, masala baribir ya'ni bizni yutishimizga emas, yutqizishimizga qarab ketyapti. Nima demoqchiman shu bilan? Bu yil qancha urinmaylik, siz bizni endi qancha tanqid qilmang, noto'g'ri qarading, boshqa yondashuv qilsang yaxshi bo'lardi deyishingiz mumkin. Haqiqatda tagiga qaraydigan bo'lsak, qaydadir shu agrotexnik tadbirda xatolik tufayli bu holatlar yuzaga kelgandir. Faqat shu rizq degan narsa bor, shekilli rostdan ham. Endi bu holatda shu cho'pchakka ilinib saqlanib qolishga urinishimiz bizga qayta xarajatlarimizni bundan buyog'i juda orttirib yuboradi degan fikrdamiz. Shuning uchun baribir bu barglarni to'kmaguncha qo'ymaydi bu kasal bizningcha. Modomiki unshudiring baribir barglarini to'kishgacha olib kelsa oxirgacha, virusga qarshi bir narsalar qilish ham qanchalik mantiqli degan savol bo'ladi. Chunki mana ekin yetishtirayotganlar xabari bor. Hozir bir sepishlik dori olasiz, aytaylik bir 40 litrga olsangiz, bir sepishligingiz kamida 100 ming bo'ladi. Buni qo'shib beradi, kamida 100 ming. Va o'zingiz o'ylab ko'ring, sizlar hozir aytayotgan tavsiyalar juda turli xil. Birini ko'rib, ikkinchisini ko'rib u qilsak, ya'ni haftalik qo'shimcha haftalik bunaqa urinishlar kamida 300 ming yana qo'shimcha xarajatni ko'paytiradi. Qisman aytaylik virusni to'xtatgan deganimizda ham baribir mog'or to'xtamayapti. Barg to'kib yuborgandan keyin hosil ham deyarli nolga tushadi. Bu holatda bizga ko'rinayotgan tarafi shu, uyimizda bor o'sha virusga qarshi dorilar ortiqcha urinmasdan borini sep turib, sal-pal avjini u ushlab tursa, mog'orga qarshi bu ham shu misli uyda bor edi. Uni ham sep turib turamiz. Ushlalgancha ushlab turadi. Narx yaxshiligida terilgancha terib sotamiz va shu bilan barglar to'kilib bo'lgandan keyin endi bo'ldi, endi shu bilan bo'ldi. Agar virusning o'zi bo'lganda, mana bu mog'or masalasi bo'lmaganda,
ham hozir hosildorlik zo'r bo'lmasa ham mana shu kelayotgan bir 10 kunning ichida xarajatimizni qoplash imkoniyatimiz bo'lardi ekan, taxminan. Endi hozirgi narxlar bilan ko'ryapmiz. Hozir bozorda oxirgi marta 2 kun oldin sotilganda 45 ming so'm edi. Kamiga Erondan katta miqdorda tadbirkorlar bulg'or qalampirlarini olib kelib sotib boshlashibdi. Bu ham narxni tushishiga sababchi bo'lyapti. O'tgan yil shu paytlar narxlar 70 ming edi. Bu yil qaragan bir ikkita tadbirkor shundan zo'r ish qilsak bo'ladi deb, to'g'ri bozorda xaridor uchun narx tushgani yaxshidir. Biroq bizning xarajatimiz ham hazilakam bo'lgani yo'q edi. O'zi mana bunaqa kasallar bo'g'ayotgan bir paytida qo'shimchasiga narx orqali ta'sir qilishi bizning xarajatlarimizni chiqishini yana ehtimolini kamaytiradigan bo'ldi. Hali ham mayli, shunisiga ham shukr. Hali 40 mingdan tushmay tursa ham harna bizga. Biz 4 sotikka 1,5 ming tub ekkandik, sal 20-30 ta ortiqroq ham. Shundan shu kasalligi hisobiga hozir sal palaklar endi nisbatan shu hosil davri bo'lganligi uchun shu 40 kilo, 45 kilo teryapmiz har terimda, mana shu atrofda bo'lyapti. Endi bir tarafdan hali palak yetilib hosilga kiraman deb turgan holatda qaysidir bir ma'noda hosildorlik oshyapti. Ikkinchi tarafdan virus bilan mana bu mog'or yeyotganligi uchun hosil bermay qolgan tuplar ham ko'payayotgani hisobiga shu terim hosili ortmayapti. 40-45 kilo atrofida bo'lib turibdi. Biz shu paytgacha eslatib o'taman, 30 million xarajat qilganmiz va qancha 6 terimni terdik. Shu 6 terimda shu 6,5 millionmi sotdikda, endi 7 millionga yaqin. Oxirgi 2 terimda, 3 terimda shu 1 million 400, 1 million 600 shunaqa savdo bo'lyapti. Narxlar o'ynagani hisobiga. Mog'or ham sekin-sekin bizni ekinlarimizni yeb bitirayotganligini inobatga olsak, taxminan shu aprelni shu oxirlarigacha qanaqadir bir terim bo'lib turadigandek bo'lib turibdi. Va o'ylaymanki, aprelning oxirigacha narxlar nisbatan tuzukroq bo'lib turadi. Shu 10 mingga tushmasa kerak aprelning oxirigacha. Va hozirgidek 40-45 kilodan tushmay tursa, bir amallab sottirsa, shunda hali qisman xarajatimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Shunda qancha desam ekan, balki bir 20 milliongacha bo'lgan qismini chiqara olamiz. Undan keyin menimcha bo'ldi. Shu bilan ekin yetib keladi. Agar mana shu mog'or bo'lmaganda ham, hech bo'lmasa virusning o'zi bo'lganda ham, mana shu 1,5 ming tubdan har terimda 100 kilolar atrofida olsa bo'lardi hosil. Bu ham juda zo'r hosil emas deganda o'zida. Bugungi narxlarda deylik 45 ming, 50 minglik narxlarda aytganimdek haftada 2 marta terishimiz hisobini olsak, shu kelayotgan 10 kunlik, ya'ni aprelning 10'largacha xarajatimizni qoplashimiz mumkin bo'lar edi. Bir terimda 4,5-5 millionlik sotish hisobiga bir 7 terimda hisoblayapmanda, endi haftada 2 terim bo'lyapti, orada bir 3 kun, 4 kun oralig'i bilan. O'tgan yili bodringda shu yarmida, ya'ni nechinchi terimda ekan, 20-terimlardami sal avjini olib, hosildorligi oshib, narxlar tushayotgan bo'lsa ham, shuni hisobiga ancha qoplanib qoluvdi xarajatlarimiz va birozgina daromadga kiruvdik. Bu yil esa unaqa holat bo'lmaydiganday, ya'ni o'zimizning xarajatimizni ham aytganimdek qoplanmaymiz. Ko'pchilik mog'orni bo'lishiga sabab namlikni yuqori qilib yuborgansiz, boshqa shu sababli havo kam bergansiz, termosda oling deyishdi, boshqa deyishdi. Qarang. Avvalambor men egatni ham ko'ring, namlik unaqa yuqori emas. Boshidan biz unaqacha ko'p bo'ktirib berganimiz yo'q edi. Boshqalar undan ham zax qilib sug'organlarni ko'rdik. Ularda bu muammo yo'q. Bu faqatgina mana shu zaxlik bilan bog'liq masala emas. Ya'ni qayerdandir bir iti adashib shu zamburug' kelib qoldi. Keyin nimani termosda olib ustini loylang deganlar ham bo'ldi. Shuni hisobiga ham namlik yuqori deb. Sizga shuni aytay, mana shu termos bor-ku. Termos hozir shu turishi o'tgan yili, ya'ni hozir endi 2-yil ketyapti. 2 yil oldin desak ham bo'lar, balki. Issiqxonamizni ko'taruvdik, esingizda bo'lsa. Issiqxonamizni qancha? Shu o'rtasini hisoblaganda, o'rtasini 1,5 metrgami ko'targanmiz, ya'ni 3 nuqtasini, mana bu qismini. Hozir mana shu termosimiz o'zi eski issiqxonamizni balandligidan baland.
Eski issiqxonamiz bundan bir 10 sm pastroq edi nimadan, termosdan. O endi ko'rsangiz, stoyka ulangan joyi bor. Qarang, ulangan joyi pastroq agar ko'rinayotgan bo'lsa. Ya'ni u paytlar termos qilmasdik, lekin issiqxona past edi. Ya'ni havo yetmayapti, dimlanyapti desak, o'sha paytda bo'lish kerak edi bu muammolar. U payt bu ishlar bo'lgani yo'q. Keyingisi esa mana bu mog'orni to'xtata olmaganimizdan, dorilar ta'sir qilavermaganligi tufayli, hali yomg'ir yog'i boshlashdan oldin, shu bir hafta oldin boshladik-ku menimcha. Kechasiga ham hattoki derazalarni yopmay qo'ydik. Shunday ochiq turibdi kechasi ham. Ikkala tarafda ham shu derazalar ochiq holatda ham biz mog'orni endi to'xtata olmadik. Kunduziga eshiklarni ham ochib qo'yapmiz quyoshli kunlarda. Demak, umumiy vaziyat shulardan iborat. Biz umuman harakat qilmayapmiz deya olmayman. Ma'lum bir choralarni qo'llayapmiz, lekin ya'ni sizlar tavsiya qilgan hamma narsani sinab, unaqa jon jahdimizni ham bera olmayapmiz. Aytganimdek, birinchidan bu moddiy xarajat, ikkinchidan ortiqcha umidvorlik, keyin natija bo'lmagandan keyin odam kayfiyati battar buziladi. Shu qo'limizdagi bor narsalarni ishlatish orqali to'xtata olmasak ham sal bo'ladigan narsani kechiktirib, narx borligida ozgina bo'lsa ham sotib olsak, qisman biz qilgan xarajatlar qoplab olamiz degan fikrdamiz. Agar sizlarning tavsiyalaringizni qilmasdan ozgina ranjib ketgan bo'lsak, aytib yurmaysiz. Bizni ham to'g'ri tushuning. Yuqorida sizga sabablarni aytib o'tdik. Ba'zan shu kurashishga arziydigan holat bo'ladi bizning nazarimizda, ammo ayni paytda bu faqat yo'q joyda umidvorlik qilib, xarajatni ko'paytirib, keyinchalik ko'proq kayfiyat buzilishiga olib keladigan holat deb o'ylayapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun, biz uchun duolar qilib turganingiz uchun katta rahmat. Dehqoningizni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat.